Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Har doimgidek ishlarni chiqarishda davom etamiz. Birinchi ishimiz avtokranga bo'ladi. Ish Moskvada joylashgan, oylik soati 600 rubldan oyiga bemalol 150 ming rubldan 160 ming rublgacha aylantirasiz. Yashash joy tekin, oyliklar o'z vaqtida beriladi. Bu ishda yaxshilik tomoni, sizdan hech qanaqa rossiyskiy prava so'ralmaydi. Bemalol o'zingizning yurtingizdagi prava bilan borib ishlashingiz mumkin. Patent va registratsiya bilan ishga oladi. Faqat bir nimaga e'tibor bering, sizda yaxshi opit bo'lishi kerak. Bez opit ishga ololmaydi. Ikkinchi ishimiz Imtiz traktorda bo'ladi. Bu ish Podmoskvada joylashgan, oylik oklad 85 ming rubldan ish jikda bo'ladi. Ya'ni GIBOda yashash joylar tekin, ish ofitsiyani turdovoy dogovor bilan ishlaysiz. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravangiz, patent Podmoskvaniki bo'lishi kerak va minimum 1 yillik opitingiz bo'lishi kerak. Ya'ni shotka va atvalda ish bo'ladi. Endi siz aytishingiz mumkin, bu Imtiz traktorga nimaga oylik kamroq deb. Sababi ish grafiki soatlar kam, ya'ni 8 dan 5 gacha ish vaqti belgilangan, lekin asosiysi ertaroq borib shu o'ziga ajratib bergan territoriyalarni ishini qilsangiz bo'ldi. Keyin bilasiz, prava xizmatini yo'lga qo'yganman. 20-iyunga ekzaminga joy bor, faqat shoshilamiz. Joylar soni cheklangan. Hozirda iyun oyiga aksiya ketyapti. Ya'ni 4 ta kategoriya yanada arzonladi. 44 ming rubl bo'ldi. Bepul 5-razryadga ko'tarib beriladi va bepul obed, ya'ni bepul mehmonimiz bo'lasiz. Agar sizga spes texnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, har doimgidek pastga WhatsApp nomerimni qo'yaman, shaxsan o'zim javob beraman. Faqat WhatsAppdan bog'laning. 24 ga 7 ishlaydi. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Pastki kommentariy va opisiyaga Telegram guruhim ham joylashgan. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo shu Telegram guruhimga joylab boraman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.